Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda bu yil maktabni qancha o'quvchi bitirgani ma'lum qilindi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 2025-2026 o'quv yilida 11 mingdan ortiq o'quvchi maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, shundan 621 ming nafardan ortig'i 9-sinf, 472 ming nafardan ortig'i 11-sinf bitiruvchilaridir. Bugungi kunda respublikada 10.193 ta maktab mavjud bo'lib, uni bitirganlarga mamlakatda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum zamonaviy bilim, kasb va malaka berishga tayyor. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25-may kuni maktab bitiruvchilarini tabriklab, katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmaslikka, ishonch bilan hamisha olg'a borishga chaqirdi. Barcha o'quvchilarga baxt va omad hamisha yor bo'lishini tiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-2026 o'quv yili boshida O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan o'quvchilar soni 6.870 ming nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich avvalgi o'quv yiliga nisbatan 94.2 ming nafarga oshgan. Jami o'quvchilarni 51.2% ni o'g'il bolalar, 48.8% ni qiz bolalar tashkil qilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash ma'lumotlardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.